Dongzhuo'nun g'alaba qo'shanligidan o'zini yo'qotishi. Yaxshimisizlar do'stlar? Uch podshohlikni unda bo'lsa yana so'zlab ketdik. Sunjan o'lgandan keyin bu xabar Dongzhuo'ning qo'liga yetdi. Endi Dongzhuo shu Chang'an ko'chib bo'lgandan keyin nihoyatda jiddiychilik bilan shu Chang'anda o'rda barpo qilayotgan vaqtda bu. Chunki Chang'andami burun o'rda yo'q. Endi shu Loyangdagi o'rdani ko'ydirib o'tib, bu yerga ko'chib kelgandan keyin cho'qim podshohga bir o'rda silish kerak. Vazir uzralarga o'rda turadigan joy silish kerak-da. Bu nurg'un puhralarni yig'ib, bir yerga nurg'un o'rdalarni, imoratlarni silishga boshlaydi. Birinchi maqsad nima degan vaqtda o'rdani qaytadan paydo qilish. Ikkinchi maqsadi keyindan qo'g'lab kelayotgan qo'shin uchun bir sepil yasash. Chunki o'rdaning o'zi bir to'saydigan sepilda. Shuning bilan bu shu sepilni jiddiy yasayotgan vaqtda 18 taraf qo'shinningki o'zaro ziddiyatlashib, tarqalib ketganligini anglab nihoyat qo'shib ketdi. Asli ko'chmasam bo'pti ekan, Loyang turavergan bo'lsammi, ko'chib ketgan bo'lsa, bo'laveradi ekan deb o'ylab qoldi ichdi. Chunki bu hech qanday jang qilmaylar, ya'ni keyindan qo'g'lab kelayotgan qo'shin bilan tuzuk jang qilmay turiblar, ular o'zlari ichidan parchalanib, chechilib, tarqalib ketgandan keyin, demak Dongzhuo'ga hozircha raqib bo'ladigan odam qolmadi. Hozircha buning xavf qolmagandan keyin bu nihoyat qo'shib keldi. Shuning bilan o'rdini texim yaxshi, texim go'zal sog'ilish uchun texim jiq puhralarni ekilib, bu o'rda silish planini boshlaydi. Endi bu o'rda putay qilgan vaqtda Sunjanninki o'lib ketganlik xabarini anglab, bu Dongzhuo texim qo'shib keldi. Chunki Dongzhuo mush dushmanlarning ichida eng qo'rqadigan kishi Sunjan. Buningki boturligi, mush talvalarcha urush qildigan, mush xarakter bo'lganligi uchun Dongzhuo bundan ansiraydi. Bu talva kelib qolsa, bu chatoq chiqish mumkin deb o'ylaydi. Am bu Sunjanning o'lganligini anglagandan keyin Yuan Shao'ningki astirtdan plan tuzib buni o'ltirayotganligini anglagandan keyin bu nihoyat qo'shib ketdi. O'zininki dushmani aziyibdi degan gap. Yana bir jihatdan Sunjanning avlodlari bilan Yuan Shao o'rtasida bir ziddiyat paydo bo'ldi. Demak, dushmanining dushmani sening do'sting degandek Dongzhuo o'tiriblar bu yerda qag'allarninki ziddiyatiga qarab o'tirib, oxirida yig'ishtirib qo'ysa bo'ldi-da. Shuning bilan bu Dongzhuo nihoyat qo'shib ketdi. Keyindan bu o'rdalarni silishga boshlaydi. Bunun ichida nihoyat dangliq o'rdadan birisi. Ya'ni nima o'rda degan vaqtda shu Chang'andan 125 kilometr atrofidagi bir chat tog'iniga bu Meyvu deydigan bir ravoq, ya'ni o'rdadan birini sag'izdi. Bu o'rdani hamda Chang'andagi o'rdanmi no'j sag'izdi. Buningki taomlarini ajoyib qilin ustida nurg'un qo'shin tursumu, turalaydigan ot arvasimi, qo'rqmay ma'alaydigan holatda yasaydi. Sepildek. Igizlikini nihoyat igiz yasaydi. Undan keyin buning ichiga shu 20 yil to'xtamay hech qanday ochliq olmay yesimi, yetib yesimi, yetkidek ochliqni buning ichiga akirib o'tdi. Undan keyin shu Loyangdan ep kelgan barliq mol dunyo, oltin zibzinatdan hammasini bir şey tiqildi. Yana undan sirt, shu butun iqlimdagi puhralarninki qizlarini, ya'ni eng go'zal qizlardan 800 nafar qiz ayollarni bu o'rdaning ichiga o'rinlashtirdi. Bu o'rdani kimga soladi degan vaqtda bu Dongzhuo o'ziga soladi. Chang'andagi o'rda podshoh vazirlar turdi, o'rdada o'zi turdi. Onundan başqa shu Chang'anga keladigan 100 kilometr atrofidagi yo'lninki har 10 kilometrga birdan ravoq, ya'ni kichik o'rda sag'izib 10 kilometrda bir aram eladigan, aram elib bir kun uxlab, qo'nib kelib qiladigan holatda tayyorlaydi. Tayyorlab bo'lgandan keyin bu Dongzhuo shu o'zi yasagan o'rda turdi, vazirlar, puhralar, podshohlar Chang'andagi o'rda turdi. Endi bu xil holatga qarab turib biz nimani his qilamiz degan vaqtda Dongzhuo'niki nihoyat hamoqatlashib, o'zininki shu hayotini halokat girdobiga boshlab manganligini his qila olamiz. Chunki odam bak mag'rurlanib ketgan vaqtda, bak rohatlanib ketgan vaqtda bu asosan mag'lub bo'ldi. O'rda bir yerda qoldi, podshoh qoldi, vazirlarni tashlab qo'yib, o'zi 100 kilometr yiroqda rahatlanib, huzur sürüp, jahonning payzini surayotganda. Buning ichiga
20 yıllık açlıkni yig'ib olgan bilan nurg'un mol mulkni yig'ib olgan bilan buning hech qanday ahamiyati yo'q. Nimishqa? Chunki qo'shin kelib, o'rdan tortib olsa, bu yana qo'rshib olsa, bu har qancha noch sepil noch o'rib olgan bilanmi qo'shin bo'lmasa, yana septiki dushman qo'shini bostirib kirib, buni o'ltirib o'talaydi, buning ochliqlarini, mol dunyosini hammasini tortib olaydi. Agar bu qo'shinni kuchaysa, o'rdan yaxshi saqlasa, qo'shinninki mush mashqini yaxshi qilib, qo'shinni jiq ilib, puhralarni taximi yaxshi kunga erishtirib, o'zininki umumiy mushu holatini kuchaytirib mansa, demak qo'shin boshqa dushman kelib qolsin, ularni berib bostirib etsalar, buninki alayda bir o'rlanib ketib, o'zini qo'g'dishning hojati yo'qda. Demak, mishada Dongjon nayt dötlik qildi deyishga bo'ldi. Kichikkin o'rdan birini silib, ichiga o'zini sulib olishni o'ylaydi. Bu hamda nayt yiroqni ko'ranmaganlikning ifodasi. Shuning bilan bu uning ichida uzr surib, hech qanday o'rnining ishlariga aralashmaydi. Cho'ng-cho'ng ishlar olib qolsa, biz qo'ydi. Puhralarninki nim bo'ldi, qanday turmush kechiryapti, bala qazoga uchurdimi, hech nima bilan kar yo'q, ajoyib bir o'zini o'ylagan holatda, shaxsiyatchilik bilan yurt so'raydi. Shuning bilan asta-asta vazirlarninki buningga taxambak o'shmanlik kelishga boshlaydi. Buninki o'zining qo'llastikilar bilan asta-asta ma'vu chinlik munosabati yiroqlashishga boshlaydi. Yani qo'llasidagi lashkarlar deymiz, vazir vuziralar deymiz, bular bilan yiroqlashib ketdi, chunki kunni ko'rishib turmagandan keyin. Shuning bilan Dongjo texmi ko'p kishilarninki, puhralarninki, vazir vuziralarninki nayiti o'shlik qilgan bir odamga aylanib qoldi. Unda qo'z do'stlar Dongjoninki o'rda sog'an hikoyasini mushunchalik so'zlab turdilar. Keyingi mazmunda bizning so'zlayimizga vaqtda mush Dongjoninki eng ashaddiy razil qiyofatninki oshkorlanishini so'zlaymiz. Unda qo'z do'stlar film yarg'an bo'lsa, astiga inkasayoniga alt raqamlarni, yuraklarni mush inkaslarni yozib qo'yinglar, film saqlab olib, tarqitib qo'ying. Agar mush 3 podshohlikdan texmi ko'p mazmunlarni anglamoqchi, 3 podshohlikdagi personaj, voqelik, har xil mohiyatlarga qarab turib, o'zimizning turmushiga birlashtirib turib, ma'lum bir kishilik munosabatdagi so'zlash qobiliyati jihatdagi, iglik tiklashdagi bilimlarni o'rganmoqchi bo'lib qolsanglar, ostidagi Kandiyaning shu cho'ngiya degan ulanmani besib, men tayyorlab qo'ygan darsni olsanglar bo'ladi.